Hozir men sizlarga bitta sir ochaman. Kayfiyatingdan tushirishi mumkin, lekin haqiqat. Bitta gap aytaymi? U kun yo'q. Shu baxtli, o'zinglarni zo'r his qiladigan kunlar yo'q. Hayot bir tekisda ketmaydi hech qachon. Doim yomon kunlar, yomon kayfiyat, to'xtamasdan yaxshi kayfiyat orqasidan keladi, yaxshi kunlar orqasidan keladi. Bitta narsani tushunib olinglar, ko'pchilik inson haqiqatdan qochadi. Qochadi haqiqatdan. Nimaga? Sababi ular kutadi, nimani kutadi? Ertadan zo'r bo'ladi, dushanbadan zo'r bo'ladi, yangilikdan zo'r bo'ladi. Bo'lmaydi zo'r. Bo'lmaydi. Zo'r bo'lmaydi. Zo'r bo'lish uchun itda ishlash kerak. Rosa ko'p harakat qilish kerak. Baribir o'sha qiyinchilikka, baribir o'sha yoqimsiz, qilgis kelmaydigan ishlarni qilasiz. Dietani ushlaysiz. Ortiqcha ovqat yemaysiz, ozmoqchi bo'lsangiz, miyangizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, o'tirib o'sha yodlagingiz kelmayotgan, ko'nglingizni aynitib yuborgan so'zlarni, raqamlarni yodlaysiz. Ertalab issiqqina turgingiz kelmagan kravatingizdan turib yugurishga majbur bo'lasiz. Bu muvaffaqiyat azobi. Boshqa iloji yo'q. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka-paka.